Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuzatuvchilar, mana tarvuzlarimizni bugungi holati. Bugun sanamiz 2026-yil 27-aprel. Shu holatda ketyapti tarvuzlarimiz. Meva ushlash jarayonida. Xo'p, birinchi suvda Lova Gold degan kompleks o'g'itdan 250 tubga 1 kilogramm berdik. Ondan keyin 2 kun o'tkazib 1 kilo amafos, 1 kilo machayini, 1 kilo kaliyni qo'shib MPK qilib ketidan 2 kun o'tkazib berildi. Yana bir 3 kun o'tkazib orqasidan kalsiy nitrat 250 tubga 200 gram kalsiy nitrat kapinidan 200 litr suvga qo'shib jo'natib qo'ydik. Mana shu holatda mana ketuvi yaxshi. Hozircha zo'r. Tegmasin, duo qilib qo'yinglar. Dehqonlar 777 kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar, videomiz keng tarqalib ketsin. Mana shu holatda ketyapti mana. Bu ozgina o'zimiz tomorqamizga ekkanmiz. 3 yildan beri ekyapmiz. Bu yil gibrid urug'ot ekdik. Griezmann F1 degan. Mana shunday ketyapti mana. Mana shu yerda ko'rsalaring mana bu qatorga mana o'sha o'g'itlardan yegani yo'q. Bir qator shu unga kapinissa tortilmagan edi. Mana o'zi sezilib qolyapti. Bu ham yaxshi-yu, baribir manalarga nisbatan mana o'zi yaqqol farqi. Telefonda qanchalik ko'rinyapti bilmayman. Mana o'zi pastroq. Bular mana o'zi ancha ketib bo'lgan. Shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.